Biz bilan yuzlashayotgan ekansiz. Assalomu alaykum. 2009-yil Farg'ona Gafari folklor etnografik xalq jamoasini tashkil etdik. Birinchi tashkil etishayotganda bular eshikma-eshik yurib, ishtirokchilar to'plashganda Jamoani yig'ishdi, demak eshik yurgansiz. Nihoyatda qiyinchilik bilan yig'ishdi. Nafaqadagisi ham bor, ishlaydigani ham bor, tadbirkori bor, haydovchisi bor. Hozir o'sha yor-yordan hikoya qilib bera olasizlarmi? Qilamiz. A'lo darajadagi qo'shiqlar va jonli ijrodan bahramand bo'lamiz. Yer yuzidagi aholi soni yildan yilga ko'payib borish bilan bir qatorda yangi hududlar o'zlashtirilib, shaharlar qurilyapti. Minglab xalqlar yonma-yon yashab, o'z madaniy merosini asrab-avaylab kelmoqda. Biroq dunyoda har bir mamlakat ham ko'p sonli aholi soni bilan maqtana olmaydi. Bu joylar odamlarga emas, yerga boy. Demak, bu mamlakatlar aynan qaysilar ekanligi bilan tanishamiz. Gullardan biri borki, u o'zining qizil, to'q sariq va bronza ranglari bilan oltin ko'zni yanada jozibali qiladi. Bu momiyo gul, ilmiy nomi bilan helenium.